Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz uchun hayotiy muhim bo'lgan, ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Pensiya oluvchilar uchun nima endi mumkin emas va nima mumkin? Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, yaqinlaringiz pensiyada bo'lsa yoki kelajakda pensiya olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda ham qimmatli. So'nggi paytlarda pensiya tizimida yuz bergan o'zgarishlar ko'pchilikda turli savollar tug'dirmoqda. Ba'zilarini esa xavotirga solmoqda. Endi qanday yashaymiz? Pensiyamizga ta'sir qilmaydimi? Qaysi qoidalar o'zgardi? Degan savollar tez-tez yangramoqda. Bu video aynan shu savollaringizga to'liq va batafsil javob beradi. Kutilmagan muammolardan qochishga yordam beradi va huquqlaringizni himoya qilish yo'llarini ko'rsatadi. Bu ma'lumotlar siz uchun shunchalik muhimki, har bir pensiya oluvchi va uning oila a'zolari bu yangiliklardan xabardor bo'lishi shart. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va zalay tugmasini bosishni unutmang. Zero bu sizning nafaqat o'zingizga, balki boshqa odamlarga ham foydali ma'lumotlarni yetib borishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallar pensiya oluvchilar uchun qoidalar ancha sodda va tushunarli edi. Pensiya yoshiga yetgan har bir fuqaro tegishli mehnat stajiga ega bo'lgach, belgilangan tartibda hujjatlarni topshirar edi va pensiyasini bemalol olardi. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan so'ng ham ishlashni davom ettirar edi. Chunki bu ularning pensiya miqdoriga deyarli hech qanday ta'sir ko'rsatmasdi. Ya'ni siz ham pensiyangizni, ham ish haqingizni to'liq hajmda olishingiz mumkin edi. Bu holatda davlatning maqsadi bir tomondan keksa yoshdagi fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish bo'lsa, ikkinchi tomondan ularning tajribasi va bilimlaridan foydalanib iqtisodiy faoliyatda ishtirok etishlarini rag'batlantirish edi. Bu esa ko'plab pensionerlar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qilar. Ularning turmush farovonligini oshirishga yordam berardi. Ammo so'nggi yillarda davlat byudjetini optimallashtirish, ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash va pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash maqsadida qator qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi. Endi pensiya va ish faoliyatini birga olib borishda ma'lum bir cheklovlar va yangi shartlar paydo bo'ldi. Asosiy o'zgarishlardan biri bu pensiya oluvchilarning ishga joylashishi va bu holat ularning pensiya miqdoriga qanday ta'sir qilishidir. Davlat endi shunchaki har kimga to'liq pensiya to'lab, shu bilan birga ish haqi olishiga ruxsat berish o'rniga ba'zi bir tartiblarga qat'iy rioya qilishni talab qilmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat yoshga doir mehnat pensiyalari, balki nogironlik pensiyalari va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari kabi boshqa pensiya turlariga ham taalluqlidir. Bularning barchasi pensiya tizimini yanada shaffof qilishga, har bir fuqaroning real ehtiyojlarini inobatga olishga qaratilgan bo'lib, bir qarashda murakkab ko'rinsa-da, aslida juda muhim tizimiy islohotlarning bir qismidir. Keling, bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy ma'lumotlar. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak? Va kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiya oluvchilarning ishga joylashishi va ularning pensiya miqdoriga ta'siridir. Hozirgi qonunchilikka ko'ra, agar siz yoshga doir pensiya olib, shu bilan birga ishlashni davom ettirsangiz, sizga pensiyaning faqat ma'lum bir qismi to'lanishi mumkin. Bu degani, siz ilgari olgan to'liq pensiyangizni ish haqingizga qo'shimcha tarzda olishingiz kafolatlanmaydi. Xavotirlanish kerak bo'lganlar asosan davlat organlarida, byudjet tashkilotlarida ishlayotgan pensiya yoshdagi shaxslardir. Bu toifa uchun qonun qoidalari ancha qattiqroq. Misol davlat tashkilotida ishlovchi Ahmad Amaki 65 yoshda. U yoshga doir pensiya oladi. Uning miqdori 1.800.000 so'm. Pensiyaga chiqqandan so'ng u o'z tajribasini hisobga olib, davlat tashkilotlaridan birida mutaxassis sifatida ishlashni davom ettirdi va uning oylik ish haqi 2.500.000 so'mni tashkil etadi. Ilgari Ahmad Amaki har oyda jami 10.300.000 so'm, 1.200.000, 2.500.000 daromad olardi. Endilikda yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng, agar Ahmad Amaki davlat organlarida ishlashni davom ettirsa, uning pensiyasi to'liq miqdorda to'lanmaydi. Qonunchilikka ko'ra, byudjet tashkilotlarida ishlayotgan pensionerlarga pensiyaning faqat 7% to'lanishi mumkin. Ya'ni Ahmad Amaki endi pensiyasining faqat 900.000 so'mini, 1.800.000 so'mning 7%
va ish haqi 2 million 500 ming so'mni oladi. Uning umumiy daromadi 3 million 400 ming so'mni tashkil etadi. Bu esa avvalgi daromadidan 900 ming so'mga kam demakdir. Bunday holatda Ahmad amaki o'zining moliyaviy ahvolini qayta ko'rib chiqish yoki ish joyini o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu o'zgarishning sababi davlat byudjetidagi yukni kamaytirish va ishlaydigan yosh kadrlarga joy berish hamda pensiya tizimining barqarorligini ta'minlashdir. Misol 2, xususiy sektorda ishlovchi Dilshod opa. Dilshod opa 6 yoshda va uning pensiyasi 1 million 500 ming so'm. U umr bo'yi tikuvchilik bilan shug'ullangan va pensiyaga chiqqanidan so'ng ham xususiy tikuvchilik sexida ishlashni davom ettirmoqda. Uning oylik ish haqi 1 million 700 ming so'm. Dilshod opaning ishi davlat tashkilotiga aloqador emas, u xususiy sektorda faoliyat yuritadi. Yangi qonunchilikka ko'ra, xususiy sektorda ishlaydigan pensiya oluvchilarga pensiya to'liq miqdorda to'lanishi mumkin. Ya'ni Dilshod opa har oyda o'z pensiyasi 1 million 500 ming so'mni ham, ish haqi 1 million 700 ming so'mni ham to'liq oladi. Uning umumiy daromadi 3 million 200 ming so'mni tashkil etadi. Bu yerda xavotirlanishga hojat yo'q. Bu holat davlatning xususiy sektorni rivojlantirish va aholining bandligini oshirishga bo'lgan intilishidan kelib chiqadi. Misol 3. Nafaqaxo'r tadbirkor Botir aka. Botir aka 70 ming yoshda. U yoshga doir pensiya oladi. Uning miqdori 2 million so'm. Botir aka pensiyaga chiqqandan so'ng o'zining kichik tadbirkorligini, ya'ni shaxsiy do'konni ochgan va u yerdan har oyda taxminan 3 million so'm sof daromad oladi. U yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan. Qonunchilikka ko'ra, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi pensionerlarga ham pensiya to'liq miqdorda to'lanadi. Chunki bu faoliyat ham xususiy sektorga tegishli hisoblanadi. Shunday qilib, Botir aka o'z pensiyasi 2 million so'mni va tadbirkorlikdan oladigan daromadi 3 million so'mni to'liq hajmda oladi. Uning umumiy oylik daromadi 5 million so'mni tashkil etadi. Bunday holatda Botir aka xavotirlanishi shart emas. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Birinchi navbatda xususiy sektor korxonalarida ishlayotgan yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan pensiya oluvchilar. Shuningdek, nogironlik pensiyasini oluvchilar. Agar ularning ish faoliyati nogironlik guruhiga oid qonunchilikda belgilangan cheklovlardan oshmasa, ko'p hollarda o'z pensiyalarini to'liq miqdorda olishda davom etadilar. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar uchun ham. Agar ular pensiya huquqini beruvchi shartlarni saqlab qolgan bo'lsa, ko'pchilik hollarda pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Muhimi, ular qo'shimcha daromad manbalarini pensiya jamg'armasiga to'g'ri ma'lumot bilan taqdim etishlari lozim. Eng muhim jihat shundaki, pensiya to'lash tartibi va miqdoriga oid har qanday o'zgarishlar qonunchilik bilan belgilangan bo'ladi. Har bir holat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz pensiyada bo'lsangiz va ishlamoqchi bo'lsangiz yoki allaqachon ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizning holatingizni batafsil tahlil qilishingiz va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limlariga murojaat qilishingiz shart. Bu boradagi eng so'nggi ma'lumotlarni faqatgina rasmiy manbalardan olish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Istisnolar, to'siqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, pensiya qoidalarida ham istisnolar, o'ziga xos holatlar va noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Ba'zi toifa pensiya oluvchilar, yuqorida aytib o'tganimizdek, davlat organlarida ishlaydigan pensiya oluvchilarga pensiya miqdoriga cheklov qo'yilishi mumkin. Biroq bu yerda ham ba'zi istisnolar mavjud. Masalan, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa shu kabi kuch tuzilmalarining sobiq xodimlari, ya'ni harbiylar va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun pensiya to'lash qoidalari alohida tartibga solinadi. Ular ko'p hollarda o'z pensiyalarini to'liq miqdorda olishda davom etadilar. Hatto davlat tashkilotlarida ishlashni davom ettirsalar ham. Bu ularning xizmat muddatiga va lavozimiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, fan doktorlari, akademiklar kabi yuqori malakali mutaxassislar uchun ham. Agar ular oliy ta'lim muassasalarida yoki ilmiy tadqiqot institutlarida faoliyat olib borsa, alohida shartlar qo'llanilishi mumkin. Hukumat ularning tajribasi va bilimini millat ravnaqi uchun muhim deb bilgani bois ularga nisbatan imtiyozli shartlar yaratilishi mumkin. Bu kabi istisnolar odatda prezident farmonlari yoki vazirlar mahkamasining maxsus qarorlari bilan belgilanadi. Ikki nogironlik pensiyasining o'ziga xosliklari
Nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun ham ish faoliyati bilan bog'liq o'zga xos shartlar mavjud. Agar nogironlik pensiyasi oluvchi mehnat faoliyati bilan shug'ullansa va uning daromadi ma'lum bir belgilangan miqdordan oshsa, pensiyaning to'lanishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu nogironlik guruhiga va ish faoliyatining xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, agar birinchi guruh nogironi hisoblangan shaxs sog'lig'i imkon bergani sababli ma'lum bir ishni bajarishga qodir bo'lsa va u uchun belgilangan minimal ish haqidan ancha yuqori daromad topsa, pensiya to'lovi kamaytirilishi yoki hatto to'xtatilishi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday emas ko'pchilik hollarda. Nogironligi bo'lgan shaxslarning ishga joylashishi rag'batlantiriladi va ularga pensiyaning to'liq miqdorini saqlab qolgan holda ishlash imkoniyati beriladi. Muhim shartlardan biri ishning nogironlikka sabab bo'lgan kasallikni kuchaytirmasligi va shifokor tavsiyalariga zid kelmasligi kerak. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilgan maxsus ish o'rinlarida ishlash pensiya to'loviga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. O't boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bu turdagi pensiyani oluvchilar odatda voyaga yetmagan bolalar, talabalar yoki qaramog'ida bo'lgan keksa kishilar bo'ladi. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi talaba o'qishni tugatmasa yoki ishlashni boshlasa, uning pensiya huquqi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, agar 19 yoshli talaba boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olib, kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan bo'lsa, u pensiyani olishda davom etadi. Ammo agar u o'qishni tark etsa yoki masofaviy o'qishga o'tsa va shu bilan birga ishga joylashsa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Chunki qonunchilikda belgilanganidek, bu pensiya asosan o'qishni davom ettirayotgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga beriladi. 4. Norasmiy bandlik va oqibatlar. Pensiya tizimidagi o'zgarishlarning eng muhim noaniq nuanslaridan biri bu norasmiy bandlikdir. Ko'plab pensionerlar norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday mehnat shartnomasisiz, soliq to'lamasdan ishlashni davom ettiradilar. Ba'zilar buni qonundan qochish yo'li deb hisoblaydi. Lekin bu juda katta xato. Norasmiy bandlik fuqaroga kelajakda qo'shimcha imtiyozlardan mahrum bo'lishiga, ijtimoiy himoya kafolatlaridan foydalana olmasligiga olib kelishi mumkin. Davlat organlari, jumladan soliq qo'mitasi va pensiya jamg'armasi norasmiy bandlikni aniqlash bo'yicha o'z ishlarini kuchaytirmoqda. Agar siz norasmiy ravishda ishlab, shu bilan birga pensiya olsangiz va bu holat aniqlansa, siz nafaqat to'langan ortiqcha pensiya summasini qaytarishga majbur bo'lasiz, balki ma'muriy javobgarlikka ham tortilishingiz mumkin. Bu sizning kelajakdagi pensiya ta'minotingizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun har qanday mehnat faoliyatini rasmiylashtirish va soliq to'lash mas'uliyatini his qilish juda muhimdir. 5. Pensiya miqdorining indeksatsiyasi. Pensiya miqdorlari vaqti bilan inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinadi, ya'ni oshiriladi. Bu jarayon barcha pensiya oluvchilarga taalluqli bo'ladi. Ammo ishlayotgan pensionerlar uchun ba'zi holatlarda bu indeksatsiya hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa pensiya miqdoridagi real qiymatning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir pensiya oluvchi o'zining pensiya miqdori va uning o'zgarishi haqidagi ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borishi lozim. Bu kabi istisnolar va noaniq nuanslar pensiya tizimini yanada murakkablashtiradi. Shuning uchun har bir holatga individual yondashish va tegishli organlardan aniq ma'lumot olish zarurdir. Qonunlarning har bir bandini batafsil o'rganish, uning sizga qanday ta'sir qilishini tushunish sizning huquqlaringizni himoya qilishda asosiy omil bo'ladi. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak, endi eng muhimiga o'tamiz. Bu o'zgarishlar sharoitida siz nima qilishingiz kerak? Bu yerda siz uchun aniq ko'rsatmalar beramiz. Bir o'zingizning holatingizni aniqlang. Siz qanday turdagi pensiya olasiz? Yoshga doir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik va hokazo. Siz hozir ishlayapsizmi? Agar ishlayotgan bo'lsangiz, qayerda? Davlat tashkiloti, xususiy sektor yoki tartibdagi tadbirkorlik. Norasmiy bandlik: sizning mehnat shartnomangiz rasmiylashtirilganmi? 2. Agar siz davlat tashkilotida ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Siz darhol o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki Xalq bankining pensiya to'lovlari bilan shug'ullanuvchi bo'limga shaxsan borishingiz kerak. Ma'lumot oling. U yerdagi mutaxassislarga o'zingizning ishingiz va pensiyangiz haqida to'liq ma'lumot bering. Ular sizga pensiyaning qaysi qismi saqlanib qolishi yoki qanday o'zgarishi haqida aniq tushuntirish berishlari shart.
hujjatlar. Sizdan ish joyingizdan ma'lumotnoma, ish joyi, lavozimi, ish haqi miqdori ko'rsatilgan holda mehnat daftarchasi nusxasi va shaxs tasdiqlovchi hujjat, pasport talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning asl nusxasi va nusxalarni o'zingiz bilan olib borishni unutmang. Qaror qabul qiling. Agar pensiya miqdori sezilarli darajada kamaysa va bu sizning moliyaviy ahvolingizga salbiy ta'sir ko'rsatsa, siz ish joyingizni o'zgartirish yoki ish faoliyatingizni to'xtatish haqida o'ylashingizga to'g'ri keladi. Yoki yuqorida aytib o'tilgan pensiya to'lovlariga cheklovlar qo'yilmaydigan istisno toifalarga kirishingiz mumkinligini aniqlang. O't. Agar siz xususiy sektorda yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashtirish. Agar sizning ishingiz yoki tadbirkorligingiz rasmiylashtirilmagan bo'lsa, darhol uni rasmiylashtiring. Mehnat shartnomasi tuzing yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi va sizning mehnat stajingizni saqlab qolishga yordam beradi. Pensiya jamg'armasiga xabar bering. Rasmiy ravishda ishga joylashganingizni yoki tadbirkorlik faoliyatingizni boshlaganingizni pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga yozma ravishda xabar bering. Bu shaffoflikni ta'minlaydi va kelajakda pensiyangizni to'lashda tushunmovchiliklar kelib chiqishining oldini oladi. Hujjatlar sizdan mehnat shartnomasi nusxasi, guvohnoma yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun va shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. 4. Agar siz nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz, mutaxassis maslahati. Har qanday ishga joylashishdan oldin, albatta, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashing. Ular sizning nogironlik guruhingizga yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish shartlariga bog'liq holda ish faoliyatingiz pensiyangizga qanday ta'sir qilishini tushuntirib berishadi. Tibbiy xulosalar. Agar nogironlik pensiyasini olsangiz, ish joyining sizning sog'lig'ingizga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi haqidagi tibbiy xulosalarni Vrachlik mehnat ekspert komissiyasi VTEK doimiy ravishda yangilab turing. 5. Agar siz pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, yozma murojaat qiling. Agar sizga to'lanayotgan pensiya miqdori bo'yicha tushunmovchiliklar yuzaga kelsa yoki siz pensiya jamg'armasi xodimlarining qaroridan norozi bo'lsangiz, yozma ravishda murojaat qiling. Murojaatda o'z muammoingizni aniq bayon qiling va pensiya hisob-kitobini qayta ko'rib chiqishni talab qiling. Yuqori turuvchi organlarga murojaat. Agar sizning murojaatingiz pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limida ijobiy hal etilmasa, siz Moliya vazirligining pensiya jamg'armasiga, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsmanga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. 6. Doimiy yangiliklardan xabardor bo'ling. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbalar, masalan, O'zbekiston Respublikasi hukumat portali, Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali, pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti orqali yangiliklarni kuzatib boring. Barcha hujjatlarni, ayniqsa pensiya to'lovlari haqidagi ma'lumotnomalarni, ish joyidan olingan ma'lumotnomalarni va har qanday rasmiy yozishmalarni ehtiyotkorlik bilan saqlab qo'ying. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda asosiy dalil bo'lib xizmat qiladi. Yakuniy xulosa, aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar mavjud va bu sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Yodda tutingki, sizning huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish faqatgina sizning o'zingizga bog'liq. Shu sababli bu videoda keltirilgan ma'lumotlarga jiddiy e'tibor bering. O'zingizning holatingizni chuqur tahlil qiling va kerakli choralarni ko'ring. Hech qachon shubhali ma'lumotlarga ishonmang. Doimo rasmiy manbalarga murojaat qiling va aniq javoblar olish uchun pensiya jamg'armasining mutaxassislari bilan bog'laning. Sizning faolligingiz va ogohligingiz kutilmagan muammolardan qochishga yordam beradi. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa yoki o'z shaxsiy tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Bu videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'lib, kelgusi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.